Assalomu alaykum do'stlar, hormatlar. Imtihon haqida qisqa qilib ma'lumot aytmoqchiman. Shu o'rinda ma'lumot aytishdan oldin aytmoqchiman. Kimni shahrida qanaqa imtihon o'tkazyapti? Bizning Volgogradda oldingi emas, endi kompyuterda o'tilyapti ekzamenlar. Kompyuterda belgilab, javoblarini testdan, savollardan o'tasiz va rus tilini bilish to'g'risidagi sertifikatingizni olishingiz mumkin. Bundan tashqari, kim kelasi yil yana Rossiyaga ishlashga kelayotgan bo'lsa, bu yil ketib, sertifikatini srogi kelasi yil Rossiyaga kelib ishlash davridan kechga qolib ketsa, lutshi bu yil imtihonga topshirib sertifikatlaringizni olib ketinglar. Chunki bilasizlar, bahor, yozda shunaqa ekzamenda ochirit bo'ladi, oylab o'tib ketadi, telefon ham qilmaydi, qolib ketadi. Va natijada ishtirokga tushasiz, kirdi-chiqdi qilasiz, yo'lda rasxod bir oydan o'tib ketgandan keyin bilasizlar-ku, yo'lda ham hali rabota yozilgan degandan keyin yo'lda rasxodda bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda bu yil ketayotganlar imtihon topshirib, sertifikatlaringizni olib, keyin O'zbekistonga bemalol ketaverasizlar. Kelasi yil kelganda shunagina medkomissiyadan o'tasizlar, podacha qilasizlar. Bo'ldi. O'ylayman foydali bo'ldi. Sizlarning qaysi shaharlaringizda, qaysi shaharda qanaqa imtihon o'tyapti? Xullas, shunaqa bizning Volgogradda pul bilan imtihonni o'tish yo bo'lmasam qanaqadir yordam berish imkoniyati 0 desam bo'ladi. Chunki hech kimni hali eshitmadik, что imtihonda tanish-bilish qilib o'tganini. Hattoki patent berayotgan paytda ham, получение patentga borganda, patent tayyor patentni olgani borganda ham kecha ikkita bir ayolga, bir o'g'il bolaga patentni bermadi. Управление МВД по вопросам миграции Волгоградской области. O'sha patent beradi xodimlar. Sen dedi, ruschani qayerdan bilasan dedi. Ruscha savol beryapti. Xullas, bilmayapti. Sen ruschani qayerdan bilasanki, senga sertifikat berdilar, patent olyapsan deyapti. Buni shunaqa narsalarga ham uchrash holatlari bo'lyapti. Shuning uchun harakat qilinglar, tayyorlanib ekzamendan o'tinglar. Va nima deydi? Keyingi yilga qiynalmasliklaringiz uchun oson kechadi. Komissiya, perevod, pasport, podacha bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ravshanbek bo'ldi. Kommentariyada ekzamenni qanaqa qilib o'tyapti fuqarolar? Shu narsa haqida aytib o'tinglar. Balkim kimgadir foydali bo'lar.